Yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar inson qadr-qiymati va manfaatlarini himoya qilishdek ezgu maqsadga qaratilgan. Ushbu tamoyil adliya organlari faoliyatida ham bosh mezonga aylandi. Xususan, Farg'ona viloyatining barcha shahar va tumanlardagi davlat xizmatlari markazlarida tadbirkorlik subyektlarining vaqtini tejash, nogironligi bo'lgan fuqarolar va keksa insonlar uchun qulaylik yaratish maqsadida VIP zonalar, ya'ni navbatsiz xizmat ko'rsatish tizimi yo'lga qo'ydi. Endilikda ushbu markazlarga murojaat qilayotgan fuqarolar o'z vaqtini tejab, qulay va tezkor xizmatdan foydalana oladi. Toshloqlik Azizjon Muhammadov yosh tadbirkor. U davlat xizmatlaridan foydalanishda navbat kutish uchun vaqtini qizg'onadi. Shu boisdan ham Azizjon tadbirkorlar uchun tashkil etilgan alohida joy VIP zonadan foydalanadi. Bu esa navbatlarsiz alohida sharoitlarda qisqa vaqtlarda davlat xizmatlaridan foydalanish imkonini beradi. Xorijdan kelgan hamkorlar bilan, investorlar bilan ishlashda, firmalarimizga yangi hujjatlar tayyorlashda davlat xizmatlari bizga ko'p yordam beradi. Ayniqsa hozirgi kunda davlat xizmatlari tomonidan tadbirkorlarga yanada qulaylik yaratish, vaqtini tejash uchun navbatsiz xizmat ko'rsatish xonalari tashkil etilgan. Bu orqali biz ham vaqtimizni tejagan bo'lamiz. Biz alohida xizmatlardan foydalanamiz. Bizga shu qulay. Hech qanaqa vaqtimiz ham ketmaydi. Xohlagan paytimizda kelamiz. Xodimlari yaxshi kutib olishadi. Bir pasda 5 minut 10 minutga qolmay ishimiz bitadi. Lekin bizga shu qulay. Ma'lumot o'rnida o'tgan 2025-yil davomida Farg'onada 700 dan ortiq tadbirkor va 300 nafardan ziyod nogironligi bor fuqarolar mazkur VIP zona xizmatlaridan foydalanishgan. Birgina So'x tumani davlat xizmatlari markazi misolida oladigan bo'lsak, mazkur qisqa muddat mobaynida ushbu tumanda faoliyat olib boruvchi 50 ga yaqin tadbirkorlik subyektlari markazda tashkil qilingan navbatsiz xizmat maskanida davlat xizmatidan foydalandi. Ayni kunlarda davlat xizmatlari markazlarida aholiga 300 dan ortiq xizmatlar ko'rsatilmoqda. Xususan Farg'onadagi markazlarda ko'rsatilayotgan xizmatlardan fuqarolarning fikrlari mana bunday. Menga yoqqan taraflari tartibli, navbat bilan bo'lishi, qolaversa xodimlarning xushmuomalaligi, qaysi bir operatorga borib o'tiradigan bo'lsak, ishimiz tez va qulay bitishi, tushunmagan joylarimizni xodimlar o'zi bizga tushuntirib yetkazib berishi menga juda ham yoqadi. Davlat xizmatlariga kelsangiz, shu yerda hammasi mujassam. Kelsangiz bu yerda ham bular ham madaniyatli, ham odobli, juda chiroyli kutib olishadi. Hamma aytgan ishlaringiz bitadi. Elektron tarzda yana javob ham keladi. Vaqt yuguravermaysiz hamda bu javobi bo'ldimi, bu bo'ldimi, bitdimi demaysiz. Ishlar chiroyli bitadi. Bugungi kunda fuqarolarga davlat xizmatlari ko'rsatish tizimi tobora takomillashib bormoqda. Adliya tizimida amalga oshirilayotgan bu islohotlar huquqiy xizmat ko'rsatishda fuqarolarga yengillik yaratish, xalqchil, ixcham, zamonaviy va qulay tizim shakllantirishdan iborat. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun.